Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. 26-iyun haftaning juma kuni tayyor kataklarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Kimga zarur bo'lsa, mana bunday katta katagimiz ham bor. 4 metrga 1,5 metrli 3 xonali bu. O'ta katta gigant katagimiz. Bu katagimiz 1,70 ga 1 metr, 2,5 metrga 1,20, 1,70 li yer katagimiz. Mana bu yerda mana bitta chiroylisi bor, yana bitta 3 metrga 1,20, 2 xonali, ikkala tomonda ham mana qo'miladigan eshikchalari o'rtasidan bo'lib qo'yilgan. Qiladigan joylari alohida. Tortmali kerak menga deganlar uchun mana bu yerda mana 2 metrga 1 metrli tagida tortmasi va balonlari bilan bor. Juda chiroyli yasalgan. Tagida baloni ham bor. Xohlagan joyingizga g'ildiratib olib borib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda mana 2 metrga 1 metrlik tagimiz bor, bir tomonlama tomli, tagi setkali. Xuddi shu razmerda mana bu yerda 2 ga bo'lib qo'yilgani ham bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Jidatepada joylashgan. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana bu yerda katta kaptar katagimiz ham bor. Kaptar ishqibozlar uchun 3 metrga 1,80 gigant razmerda bu ham. Ichida ikkita parlash xonalari, 50 ta gnezdosi va tozalash joylari bor. Ikkita porchkalari o'rnatib o'tib ketilgan. Aloqaga chiqaverasizlar.